og'aynim do'stim deylik, keling, mana shu do'stim nito ish qilib ketganda to'g'risi. Shundan keyin yozib yubordim shu to'rs. Uchastkavoyga. Yo'q, keyin ashula yozib yubordim shu do'stimga atab. Bo'ldi, do'st haqida. Nito Do'st haqida tarona tinglaymiz. Yuragimda dardim bor, kimga aytay bilmayman. Kechalari uxlolmay javobini o'ylayman. Bir sevganim bor edi, u ham menga zor edi. O'ylardim u qiz menga juda vafodor edi. Bir kuni u to'satdan bo'rtimni berib ketdi. Meni tashlab eng yaqin do'stim bilan yurib ketdi. Do'stimga borib dedim, aqling qayerga ketdi? Lekin eng yaqin do'stim u qizni olib ketdi. Mani do'stim g'irq London. Mani do'stim g'irq London. Boshqa so'z topolmay, do'stimni so'kolmay, yana nelar deyay. Mani do'stim g'irq London. Menimcha Londonlik do'stingiz haqida bu. Ha, endi Londonlik do'stim shu Londonlik qilib ketgan. Shu qizimni olib shu Londonga surib yuborgan, shunga atalgan ashula edi-da, to'g'risi. Gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli qo'shuqlarni tingladi, endi vaqtimiz chegaralanganda bizani. Voy, shuncha ashula bor edi-ku hali. Voy. Yo'q, endi kelgusi ko'rsatuvlarda yana suhbatni olib boramiz. Endi tomoshabinlar bilan xayrlashish, chunki vaqt belgilangan. Vaqt cho'tamsam, vaqt belgilangan, chunki vaqt ko'rdingizmi, vaqtni o'tishini tezligini ko'rasiz.